Nima sababdan bachadon naylarda homila rivojlanadi? Videoni boshlashimdan oldin bitta like bosib oxirigacha ko'ring. Birinchisi, eng ko'p tarqalgan sababi bu bachadon naylarning yallig'lanishi. Ya'ni jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar, gonoreya, xlamidия infeksiyalari bachadon naylarning ichki shilliq qavatini yallig'lantirish chaqirganligi sababli bachadon naylari torayadi. Urug'langan tuxum hujayra esa toraygan bachadon naydan bachadonga o'tolmaydi. Natijada bachadon naylarida homila rivojlanadi. Ikkinchisi, qorin bo'shlig'i va kichik chanoq sohasida o'tkazilgan operatsiyalar. Bu bo'lishi mumkin bachadon naylarini ochish, bachadon naylarini yopish hamda qorin bo'shlig'ida o'tkazilgan appendisit, kistani olish amaliyotlaridan keyin bachadon naylarini torayishi, chandiqli jarayon yuzaga kelishi natijasida urug'langan tuxum hujayra bachadonga o'tishiga to'sqinlik qilib turadi. Uchinchisi, erkak spermasining nosog'lomligi. Nosog'lom spermadan hosil bo'lgan embrionning harakati sekin bo'ladi. Natijada bachadonga o'tolmay, bachadon naylarida rivojlanib ketadi. Video foydali bo'ldimi? Sahifamga obuna bo'ling.